Qozog'istonlik juda boy, bir oyda $1 million daromad olib keladigan biznesi bor. Qimmatbaho mashinalar, dachalar, villalar, uchastkalar, kvartiralar, umuman boy, o'ta badavlat odam e'lon berdi. O'zini mana shu boyliklarini hammasini kimgadir bermoqchi. Kimga? Almashtirishga, sog'ligiga. U shunaqa milliarder bo'lgani bilan, juda boy, badavlat yashagani bilan sog'ligi, ya'ni ikkita oyog'i, ikkita qo'li ishlamas ekan. Agar kimda kim oyoq qo'lini berishni xohlasa, o'shanga mana shu hamma boyliklarini berar ekan. Nimasi bo'lsa, bitta kvartira olib qolar ekan, bo'ldi. Xuddi mana shunday antiqa e'lon bilan chiqibdi. Siz nima deysiz? Shuncha narsani ikkita oyoq qo'lga almashsa bo'ladimi?